Qizlar qaysi oy siqilib qiynalishini bilasizmi? Aniq bilamanki, 100% topolmadingiz. Qachonki dekorativ va uходовый kosmetikani hammasi bir oyda tugagandi. Bu oy kosmetikalarimizni oxirgi nafasigacha ishlatib, koshlogimizni yaxshigina travmada qoldiramiz. Qanchalik achinarli bo'lmasin, menda hozir xuddi shunaqa. Shu sababli kelinglar, yangi uходовый kosmetikalarimni unpackingini qilamiz. Birinchisi bu bizda shu videoni olinishga sababchi bo'lgan va Rossiyada hozir barcha blogerlar aynan shu haqida gaplashyapti. Kelinglar, buni oxirga olib qo'yamiz. Bu bizda SPF at Beauty of Chison. Bu SPFni men o'tgan yil olishni orzu qilardim, chunki barcha bloger aynan shu SPF haqida gapirib chiqqan. Men bolaligimdan beri kosmetika modeli bo'lishni orzu qilardim. Va aynan mana shunaqa chiroyli bo'lib tushib berishni. Lekin bu orzuyim haliyam bor. Hamma aytardi, 18 yoshga kirsang barchasi o'tib ketadi. 18 yoshga kirdim, lekin hech nima o'tmadi. Ya'ni men mana shunaqa o'g'lilar haqida gapiryapman. Bu silikatadan точный so'z control. To'g'risi bilmayman menga qanaqa reaksiya beradi. Siz ishlatgan bo'lsangiz, izohlarda qanaqaligini yozib qoldiring, iltimos. Keyingisi bu bizda fiksator Lebrevi. Nimaga pusi emas? Balkim hamma fiksatorlar ham pusi bo'lishi kerak emasdir. Lekin o'zini puliga arziydi. Oy, bitta qosh bilan yuramanmi? Мне так кажется, или qoshim qalinlashib ketdi. Обычный yangi sponjik. Keyingi videolarimda bu sponjik bilan eksperiment qilib ko'ramiz. Shu sababli menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki menda moda, beauty va kitoblar haqida. Bu posilkani men ancha oldin olgandim, lekin sizlarga ko'rsatmasam bo'lmasdi. Bu Voice'dan Acne Control Cream. Ну, коробка, конечно, многообещающая. Aslida men buni videoga uchganman. And yeah, it looks so cool. Qayerdan va qanchaga oldingiz degan savollarga barchasiga storieslar va highlightsda javob berganman. Kerak bo'lsa kirib ko'rarsiz. Biz tarafda shunaqa gaplar. Barchaga xayr.